İkinci bab. Havayning hikoyasi. Oshqushliq so'zlar. Havayning mustamlika bo'lishi, meni yuyish, ruh o'ldirish, o'y kontrolligi, Pearl Harbor voqeasi. Birinchi. Havay universitetiga kelib ishga o'tganda Sharq G'arb tadqiqot markazining o'rlashtirishi bilan Havaydagi manzilli joylardan Pearl Harbor porti, Havay xonish saroyi va Olmos teg'iga sayohatga bordik. Boyniga gulchambarak asqan 35 yoshlardagi bir havoyliq yigit bizga sayohat yetakchisi bo'lib, ravon ingliz tilida bizga sayohat rayonlarini tunishtirdi. Men sayohatga chiqishdan burunla Havayning tarixi, yerlik madaniyati haqida xali jiq materiallarni ko'rgan edim. Bundaq bo'lganda o'zim borgan sayohat nuqtalarida texmi ko'p bilimlarga erishishim va sayohatdan texmi huzurlanishim mumkin edi. Tuvandagi mening Honoluluda sayohat qilish, aylanish davomida his qilgan ba'zi ta'sirotlarim. Havay taqimlarga tunji qadam bosganingizda kishilarning qizg'in tabiiy muomalasidan suyunmay turolmaysiz. Sayohat o'rinlarida top-top yerlik kishilar ko'rchambiraklarni bo'ylaridan elib sizga esib qo'yganida aluha degan gapni og'zidan tushirmay yerlik madaniyatni bas-basda tunishtirishga boshlaganda yuragingizni issiq bir sizim cho'lg'uydi. Yerlik havayliqlar haqiqatan do'stlikqa, mehr-muhabbatga ahamiyat beradigan xalq. Gerçi Amerikaga mustamlika bo'lgan 100 necha yildan buyon nurg'un esil madaniyatlarni yo'qotgan yoki unutib ketgan bo'lsa-mu, siz chiroy qaramtul, oqtalliklardan qosh ko'zlari bilan farqlanib turgan kishilarning silliq muomalasidan, sipoy ish harakatlaridan yerlik havayliqlarning madaniyat asosi kuchli xalq ekanligini his qilib ulgura olasiz. Ikkinchi. Lekin ayni chog'da Havay orolidagi yerli xalq o'z tuprog'iga qadam bosgan yotlarga ancha illiq muomala qilib ketmagan edi. Milodiy 4-chi asrlar atrofida bir turkum polineziyaliklar qiyiq qulvoqlarda bu yerga kelib, bu orolga asli yurt degan ma'noda Havay deb nom bergan. Yerlik kishilar beliq tutib tirikchilik qilib, yemak-ichmakdan g'am qilmay, oromxo'da turmush kechirgan. 1778-yili Angliya dengiz armiyasining polkovniki James Cook dengizda yangi qatnash liniyasi izlash safarida Havay orolini bayqab qoladi. Yerlik kishilar ko'kdan tushgan iloh deb Cookni va uning hamrohlarini izzat-ikrom bilan kutib oladi. Bu angliyaliklar oroldan keladigan chog'da polkovnik paraxodga o'g'irliqchi chiqib qolgan bir qancha yerlik odamlar so'qishib qoladi. Bir havayliq pichoqni chiqarib James Cook tiqib etadi. Cook "Voyjon" deb yerga yiqildi. Yerliklar u og'riqni sizdikan, u iloh emaskan deb cho'qirishib yupirilib kelgan peti uni o'tirdi va jasadini yeb etdi. Havay taqim orollari yanar tog'larning portlashidan hosil bo'lgan. Shunga mutlaq ko'p qism okean sohillarida qariqida tosh va qora qumlar ko'zga chig'ilqidi. Faqatla Waikiki dengiz sohilida yumshoq oqqush qum yeyilib turdi. Buningda qandoq sir bordi? 1893-yili 7-oyda bir turkum amerikalik savdogarlar Amerika elchisi va zamraklarning yordamida siyosiy o'zgarish qo'zg'ab, Havayning ayol podshohi Kamehamehani ig'dirib etdi. Ayni vaqtda havayliqlarning hammaga tunishliq musiqasi Alvidani ayol podshohi o'zi ishlagan edi. Butkul havayliqlarning hayot bexatarligini ko'z tutib, ayol podshoh nomusga chidab Havayni Amerikaning territoriyasiga qo'shish kelishimiga qo'l qo'ydi. Ammo Amerika hukumatiga talab qo'yib, Waikiki sohiliga ushoq oqqum chechishni ham bu sohilni mangu Havay xalqiga o'ch qo'yishni aytdi va bu ish tugaganda huquqini topshirib berdiganligini bildirdi. Amerikalılar ayol podshohning talabini xo'shallik bilan qabul qildi. Ham yuzlagan paraxodda Amerikaning janubidan oqish qum yo'tkab kelib Waikiki sohiliga yetdi. 1901-yili 9-oyning 3-kuni ayol podshoh Waikiki sohilidagi oqqumga dastlab turib Havayning egillik huquqini Amerikaga topshirib berdi. Huquq topshirish marosimida ayol podshoh qizil kimxob kiydi. Marosim boshlanishi oldida podshoh o'zining ayol xo'jadoridan so'raydi. Bu kiyim qizilmikan? Ha, qizilkan, deb javob berdi ayol xo'jador. Qanday qizilkan? Yana so'raydi ayol podshoh. Qizil guldek, kashk shapaqda qizilkan, deydi ayol xo'jador. Ayol podshoh bu javobdan qanoat his qilmay beshini chayqab turib javob berdi. Qanday qizilkan demamsan?
Ayol padişah bu cavabıda huquq ötküzüp beradigan күні yürəgining qan yığılavatqanlığından bisharat verməkçi buludu. Əməliyyatda polkovnik Krog əsgərlərini başlap havay taqım aralarına qadam basqan çağdıla yerlik mədəniyyət zəifləş xatırıbıga duç kelib, özdəki mənəvi asasdan ayrılışqa başlagan idi. Yerliklər qurğan havay padişahlıqımı paç-pırat bəyliklərdən tərkib tapqan aciz dövlət idi. Keyin paraxotlarda türkümləb kelgan xristian missionerləri yerliklər başvurduğan taşni və yağaş məbudunu veyran qılıb etib, yerlik kişilərinin din etiqadını çəkildi. Havaylıqlarning taqdiri aq tənliklərinin qulda qaldı. 19-cu əsrin 20-ci illərə kelgəndə mustamlikçilər havaylıqlarning çığ yubku usulunu çəkləş fərmanını düşürdü. Səbəbi bu xil usulda ulğunlandığını havay ruhi bulub, bu hal xristian dininin dinni əmri mərufları bilan sığışalmaydı. 3. Bu yerdə öz növbətində şunu qıstırıb ötüş kerak ki, bugünkü dünyada demokratiya, erkinlik bayraqlarını götürüb alğan Amerika mustamlikçiləri yerlik havaylıqlarını əl qilish, havay mədəniyyətini asma-asya qilish maqsadida ən yerginishlik mustamlikçilik suiqasdlarını işlətgan. Onun içində havaylıqlarga nöqtəlik qo'llanğını ayni çağda indiyalarga qo'llanğan ming yuyish və ruh o'ldirish harakatidir. Ayni vaqtda Fransiyaning Aljeriyani mustamlik qilib, yerli xalqni əl qilish uchun qo'llanğan siyosiy o'yinimi dal mushundaq suiqasd harakat edi. Ming yuyish və ruh o'ldirish texnikasini eng avval g'arb mustamliklari o'z zaminini kengaytish, o'zlariga bo'lgan qarshilikni yiltizdan quritish maqsadida tepib, o'z amaliyotida sinab qilgan edi. İkinci Dünya Urushining oldi keyinda bu xil siyosiy o'yin ezilayotgan kishilar orasida avj olib, dunyo miqyosida psixikalik jarayati ig'ir, ruhiy va tuyg'usi o'ziga tava emas, hamisha ma'naviy kishandan qutulmaydigan bemorlarni avutgan edi. İkinci Dünya Urushida natsistlar yig'ib olish lageridagi kishilarga jismoniy azob silib qolmasdan ming yuyish, ruh o'ldirish harakati olib borgan edi. İkinci Dünya Urushining oldi keyindagi hakim mutlaq dövlətlər öz məqsədlərinə yetiş üçün siyasi ov nişanlarına psixikalik uruş qo'zg'agan edi. Odatda siyosiy qurol sifatida planlıq yo'sinda elib berildigan ideya tangish yoki ruhni besish jarayoni o'y kontrolligi deb ataladi. Siyosiy tashviqotlarning yordamida bir odamning o'zi va o'zining qimmati haqidagi xato tunishini qo'zg'atish jarayoni ming yuyish yoki ruh o'ldirish deb ataladi. Ruh o'ldirish o'z navbatida yana kishilarning yushirin ishki qudratini, ijodkorligini o'ldirish jarayonini ko'rsatadi. Ayni chog'da siyosiy maqsadlarga yetish, o'z hukmronlik qilayotgan kishilarning mingisini to'liq kontrol qilish uchun hokim mutlaq davlatlar o'y kontrolligi taktikalarini, o'y islohot strategiyasini tuzib chiqqan edi. G'arb mustamlikchilari qadimiy tekkanligi yerda o'z hukmronligini mustahkamlash uchun mush usullarda ayonmay foydalangan edi. Onundan başqa fen texnikining yüksek darajada taraqqiy qilishi kishilarni siyosiy ideologiya yoki ideya tajovuzchiligi manba bo'lgan ruh kontroliga beqindigan qilib qo'ygan edi. Ruh o'ldirish obyektiga aylangan kishilar sirtdan kelayotgan har xil murojaat, chaqiriq sadolari orasida yashab, o'zining kimligini unutdi. U chog'da ming yuyish strategiyasini qo'zg'agan davlatlarning bunda ikki xil maqsadi bor edi. Biri ziyankesh uçurg'uchilarning ruhini kardan chiqarish yoki ularni ruhi yo'q odamlarga aylantirish. Yana biri bu bosqich oyoqlashgandan keyin yuyulgan kallani yangi odat kuchi, yep-yangi ideologiya bilan programmalash. Ruhni kontrol qilmay turib, diktatorlikni uzun muddat davomlashtirolmaydiganligini g'arb mustamlikchilari nihoyat burili tunib yetgan edi. Eng kulgilik yeri ziyonkashlik uchirgan ruhiy zamini talon-taroj qilingan kishilarning duch kelayotgan raqibi siyosiy suiqasdlarni uzun muddat bosh qotirib planlagan. Hatto bu qurilishlarga olimlarni, mutafakkirlarni maslahatchilik taklif qilgan rahimsiz siyosatbozlar edi. Ziyonkashlik uchirgan xalq bo'lsa, plansiz, strategiyasiz holda va to'limi anqovlarcha o'zlarini siyosatbozlarning ov nishoni qilib tutib bergan edi. İkinci Dünya Urushining oldi keyindagi jimi ruh kontrol harakatlari taktik jihatdan ezilganlarning qismati plansiz, anqovliq jihatdan o'xshib ketadi. Ming yuyish va ming kontrolligining ta'siri ziyonkashlik uchirg'uchining o'zligini, chin odamiyligini nobud qiladi.
Ayni yili yig'ivelish lageridan saq chiqib, yurtga qaytgan nurg'un kishilar o'zlarining ziyonkashlikka uchrashdan burunqi sog'lom ruhiy holatiga qaytish uchun necha oylab psixologik davolashni qabul qilgan edi. Ruh analizchilari va psixologlar ming yuyish va ruh o'ltirishning ofat xarakterlik asoratini yo'qotish uchun uzoq izlanib ba'zi davolash usullarini topgan edi. Ruh analizchisi psixolog Jost Merlo o'zining o'y kontrolligining angliq va angsiz bishoratlari degan asarida mundaq deb ko'rsatgan edi. Ming yuyishning zahri uzoq ketmay ziyonkashlik uchirg'uchining hissiyoti va tafakkurini asorat ichida qoldirdi va kelgusidagi turmushiga mo'ljalligisiz ta'sir ko'rsatdi. Odam buning ta'siridan qutulish uchun har bir narsani kuzatganda ichida uni ideya ko'rish eglikidan o'tkazish kerak. Uning ma'naviy dunyosi ruhidan chiqayotgan yoshirin kuchi o'zi haqida cheklimisiz erkin bir tunishning bo'lishini taqozo qiladi. O'z navbatida saqaymoqchi bo'lgan odam o'zining insoniy qimmatini qaytadan tunishi va bu tunishga tavrimasdan ishonishi, o'zini yaxshi ko'radigan, oraga oladigan to'pqa bo'lgan tavallik tushanchisini qaytadan o'ylanishi, erkinlik ham qattiq intizom ichida o'zini tarbiyalashi kerak. İnsandaki ishki qudratni, ma'naviy kuchni qo'zg'ash uchun biz yanada mundaq oddiy bir hikmatni murojaat qilmay tura olmaymiz. O'zingni tunu, o'zingga ishon. 4. Bugungi kun kelganda chig'iyib usulni tomosha qilish havoga borgan har qanday sayohatchi qiziqadigan ko'ngil ochish faoliyatiga aylandi. Men Waikiki degan sayilda Alamanao so'd-setiq shaharchasida bu usulni necha qatimlab ko'rdim. Çıraydan təbəssüm ketməydigan, çiçiği gül asqan pomzəkdək yerlik qızlar məydəsiga, bilikiga, uçqiga gül çaplab, palmid yopurmaqdan işləngan yopkini kiyib, lərzan usulğa düşətdi. Usul əvciga chiqqanda, mərhaba qarşı alamiz degan ma'noda Havay tilida aloha degan gapni takrorlaydi. Muzikaning mungi, qizlarning lərzan usul harakati yerlik Havay kishilarining kechmishga boy ro'y dunyosini so'zlayotgandek ta'sir beradi. Havay taqim oralidagi bir necha muhim orol ichida biz turayotgan Oahu oroli yer ko'lami jihatda 3-o'rin tursimu, sayohat boyligi eng yaxshi ichilgan manzillik joy edi. Havayning markazi Honolulu, men o'qiydigan Havay universiteti va Amerikaning Havaydagi harbiy bazasi bo'lgan Pearl Harbor porti dal mushu orolda edi. Honolulu nupusi necha 100 ming keladigan cho'ng shahar bo'lib, Havay taqim orollaridagi umum nupusning 5dan 4 qismi mushu joyda yashaydi. Sayohatchilar odatda Havayga bordim deganida Honolulu shaharini ko'z tutadi. Honoluluning Xanzucha atilishi Tanshanshan bo'lib, bu nom jungoliklarga nihoyatda tunishliq. Chunki Sun Jongshan apandi ayni yili Junxuani gullantirish jamiyatining mushu yerda qurgan. Hali ham Honoluluning bir chetidagi Jungo bozorda Sun Jongshan apandining mis haykali qad ko'tarib turadi. Haykalda Sun Jongshan apandining bo'yniga gul chambarak isilgan. Burun Havaydan sandal yog'ichi ko'p chiqqan edi. Yerlik havayliqlar sandal yog'ichini o'tin o'rnida ishlatgani bilan Budda diniga e'tiqod qiladigan bir qism sharq davlatlaridagi kishilar bu yog'ochni bakmi cho'ng biladi. 19-asrning boshlarida sandal yog'ichi Jungo bozorida har jing'i $8-9 sotilgan edi. Savdogarlar Havaydan sandal yog'ochlarini akilib setib, uning o'rniga Jungodan choy, yipak, sapal farfor buyumlarni elib qaytgan edi. Sandal yog'ochining pulga yaraydiganligini bilgan havayliqlar sandal daraxtlarini zo'r miqdorda kesgan. Vaqtning o'tishiga ergishib, sandal daraxti Havaydan ozlashga boshlagan. 1880-yilga kelganda yova sandal daraxtining urug'i qurib ketgan. Hozir yerlik havayliqlar sandal daraxtining yo'qolish jarayonini pushaymon ichida aslashidi. Honoluluga sayohatga borgan odam yerlik Havay qizlarining usulini ko'rgandan boshqa Waikiki sayiliga bormay qaytmaydi. Kuchlik quyosh nuri, süzük osmon, ko'vjab turgan okean, oqish qumi yetilgan sahil, ko'kish suv sizga g'arg'inligingizni unutildirib, o'zgacha rohat bag'ishlaydi. Agar siz Amerikaliklarga Havayga boradigan aeroplan biletini oldim desangiz, qarshi taraf sizga nihoyat havaslangan holda Honoluluga jannatga boradigansizda deydi.
Halbuki Waikiki sahilining qarshisida 2 Dünya urushida Amerikalılarga azobliq aslima qoldirgan Pearl Harbor porti ko'zga tashlandi. Pearl Harbor dunyoda nom bor tabiiy port. Faqat bir kichik eg'iz orqali Tinch okean bilan tutishib turadi. Ilgari suyning tarkibida marvarid topilganligi uchun Marvarid porti deb atalgan. 1911-yildan buyon bu joyda Amerikaning Tinch okeandagi dengiz floti va havo armiya bosh shtabi joylashib kelyotidi. 1941-yili 12-oyning 7-kuni yakshanba edi. Tong saharda Pearl Harbor portida quyosh parlab, zumratdek dengiz suyi mayin tavirinib turadi. Bu yerdagi Amerikaning dengiz flotidagi komandir janchilar noshliq yeyotadi. Ba'zi askarlar dam olish uchun qirg'oqqa chiqib ketgan edi. Urush paraxodlari port ichida rətlik tizilgan. Port yendiki hərbiy aeroportqa nurg'un aeroplanlar to'xtatilgan edi. Tuyuqsiz Yaponiya alayida dengiz flotining 183 aeroplani Pearl Harbor osmonida paydo bo'lib, Amerika aeroplanlarini portni dahshatli bombardimon qildi. 2 soatga yaqin davomlashgan shiddatli bombardimanda 4 jang paraxodi cho'ktirib etildi. Bir paraxod kardan chiqdi. 188 aeroplan vayron qilindi. 4500 ga yaqin Amerika askari chiqim bo'ldi. Amerikaning Tinch okeandagi dengiz flotining asosli kuchi asosan degidek yo'qotildi. Yaponiyaning Pearl Harbor portini bombardimon qilishi Tinch okean urushining umumiylik portlashiga sababchi bo'ldi. 12-oyning 8-kuni Amerika Yaponiyaga jang e'lon qildi. 12-oyning 11-kuni Germaniya, Italiya armiyasi Amerikaga jang e'lon qildi. Yevropada bo'lib o'tgan 2 Dünya urushi Pearl Harbor porti voqeasi bilan ismi jismiga loyiq dunyoviy urushga aylandi. Amerikaning 2 Dünya urushi oxirlashish arafasida Yaponiyaga atom bombasi tashlashda ham urushni baldurliq oxirlashtirish ham Yaponiyadan intiqom olish o'yi bor edi. 1980-yili Pearl Harbor voqeasida qurbon bo'lgan Amerika askarlarini xotirlash uchun Arizona nomli vayron bo'lgan paraxod nomida xotir saroyi qurildi. Aslida shu qatimliq voqeada Arizona nomli paraxod eng og'ir zaxmlangan. Paraxodga o'q to'ra uda 2 kun kuyib 1000 odam o'lgan edi. 2007-yil 8-oyning 15-kuni Pearl Harborga qilgan taprimda bu paraxodning xotiraga qo'yilishi uchun remont qilinib tizib qo'yilgan holatini ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Paraxodning asosli gavdasi okean suyiga chilinib turadi. Paraxodning yanida Grand Tashdan qo'pirilgan xotir saroyi bor edi. Xotir saroyining temiga Pearl Harbor voqeasida qurbon bo'lgan askarlarning ismi yozilgan edi. Paraxodning ustini birər qur aylanib bo'lgandan keyin xotir saroyiga kirish uchun bilet oldik. Menga 39-nomerlik bilet chiqqan bo'lib, biletning keyniga Robert Duncan ismli askarning surati bisilgan edi. Cho'nqur ko'zlari bilan odamga ma'nlikda kelayotganda ko'rinadigan bu yigit menga qayerdadir uchrashgan birər Uyg'ur yigitiga o'xshaydigandek bilindi. Xotir saroyiga kirdim. 40 minutlik film qo'yildi. Bombardimondan keyin Amerika Zongtongi Rooseveltning Yaponiyaga jang e'lon qilib, nutq so'zlayotgandagi holat ko'rildi. Xotir filmini ko'rib etib, asosiy kuchli millatning qahramonlarini suyish, xotirlash zulmi o'zguch bo'ladi ekan. Ular qahramonlarni eg'iz dil suyish bosqichida turib qolmay, konkret harakatga o'tadi ekan degan xayol kallamdan kechdi. 5. Odamni o'yga soldig'ini havoga sayohat qildiganlarning ichida yaponiyaliklar ko'p salmoqni egallaydi. Arizona nomli paraxodning atrofidami yaponiyaliklarni ko'p uchratdim. Anglasam nurg'un yaponliklar havoga sayohat qilish uchun emas, mablag' solish uchun keldi ekan. Honoluluda yaponiyaliklar igdorchiligidagi hashamatli dojlarni, esil mehmonxonalarni, golf top maydonlarini ko'rdim. Bir Amerikalik saboqdashimdan anglashimcha, havoda yaponiyaliklarning shuncha jiqsimiga ega bo'lganligini ko'rgan Amerikalılar keyin ularning zamin zavos qilishidan ansirab qoldi. Amerikalılar orasida tarqalgan 3 Dünya urushi portlab qolsa, Amerika tunji bo'lib nima qiladi desa, Pearl Harborni bombardimon qiladi degan chaqchaqda dal mushu xil andishning puruq bor. Havoyda biz turayotgan Oahu orolidan boshqa sayohat qilishga arziydigan Havoy va KOA orollarimi bor. Havoy oroli Havoy taqim orollaridagi eng cho'ng orol bo'lib, Yonar tog' manzarasi bilan dunyoga taniq.
Havay aralının şərqi cənubuğa joylashqan Kravio yanartagı yıl boyu toxtamasdan partlaş yüz berip turduğan yanartaq bulup, onundan hər günü lava etilib durdu. Hararetli hava iqimi uzunluğu 4 kilometr, çoğunqurluğu 130 metr kildiğan ot kölünü hasıl qıған. Hər qatam yanartaq küçük partılğanda, ergen qoram taşlar tağdan serilip kүйіп atқан taş şaqıratması payda qılıdı. Kech kirgende ot kölüdən asmağa pürkülüp atқан hava güzel bayramlıq keyfiyatını hasıl qılıdı. Kravio yanartağının ғarbida deniz yüzdən 4170 metr egizliktiladigan Munarua yanartağı var. O dünyadaki ən egiz yanartaq hesaplandı. Munarua yanartağı 200 yıl davamında 35 qatam partılğan ekan. 1959 yılı 11 ayda Munarua yanartağı yeni bir qatam partılğan. Partlaş haleti bir ay davam qılğan ekan. Bu yanartaq daim partlap dursumu partlaş gücü ancha yuqori bo'lmaydi ekan. Şuna sayat rayını qilib echib etilgan ekan. KUA arali yanar taqım arallardaki ikinci çoğun aral bulup, dünyada öl yığın miqdari en köp joy hesaplandı. Yağmurlu qutub deb nam var. KUA aralının şarkı şimal tüpligida aral bo'yicha eng jiq yağmur yağdı. Her yili 350 gün yağmurluq gün buludu. Qiziq yeri bir taq ayırıp turduğan g'arbiy janub taraf bo'lsa, keng ketgan qumluq. Bu yerda yillik öl yığın miqdari şarkı şimalning 10dan 1 to'g'ri kelmaydi. Kishi qum barxanlari ustida ketayotgan chog'da bir xil ovoz keladi. Sahilda yurganda odamning quloqiga guldirmam guldirilgandek ovoz anglandi. Havo qurg'oq bo'lgan sari ovoz texmo qattiq anglandi. Bu g'alati odasning sirini hozirgacha hech kim yechib bera olgani yo'q. Sayohatchilar 4 faslning qaysi vaqtida havoga kelishidan qat'iy nazar hamisha echilib turgan chiroyli gullarni ko'ra oladi. Havodagi gullarning ichida eng chiroylisi jannat qushi gulidir. Bu gülning g'unchisi bak yo'g'on bo'ladi. 4 tal bargining tutishib turgan holati kishiga uchish oldida turgan qush naslidir. Bundaq go'zal chiroyli gulni Amerikalılar Havoyda ko'ra olamiz deyishidi. Havoy sayohatchilar tarafidan go'zal jannatga o'xshatilg'achqa bu gul obrazli usul bilan jannat qushi guli deb ataldi. Jo'grafiyalik o'rni jihatdan aytganda Havoy Tinch okeanining dal o'rtasiga joylashgan. Sharqda Amerikaning g'arbiy dengiz qirg'og'idagi San Fransiskoga 4000 kilometr, g'arbda Yaponiyaga 6300 kilometr, shimolda Alyaskaga 4000 kilometr keldi. Jo'grafiyalik strategik o'rni bek muhim bo'lg'achqa, azaldan Tinch okeanidagi 4 ko'cha eg'izi deb nom bor. Havoy taqim orollari Polineziya taqim orollaridagi yer ko'lami eng cho'ng 2 darajalik taqim oroli hisoblanadi. G'arbdan sharqqa qarab hisoblaganda butkul taqim orolda cho'ng kichik bo'lib 132 orol bor. Taqim orollarining umum uzunligi 2400 kilometr. Umum yer ko'lami 28313 kvadrat kilometr. Taqim orollarining 8 da odam yashaydi.